Xo'p, unda qani ketdik. Menimcha shu tog'chani orqasida qishloq bo'ladi, aniqroq do'mchani. Xo'sh, qani qishloqqa kirib kelishdan uncha yomon ko'rinmayapti. Ha, uzr aytgancha esimdan chiqibdi. Xo'p, hammaga salom do'stlar. Men Azerman. YouTube'ga yangi kirib keldim. Shuning uchun sizlardan podpishkani kutib qolaman. Obuna va like bosishni unutmang. Unda men ketdim. Xo'p, mer ko'rinib turibdi derazadan. Unda merdan shunchaki uy berishini so'rasam bo'ldi. Xo'p, eshik ochiq ekan, yaxshi. Salom janob mer. Menga uy bera olasizmi? Xo'p, senga qanaqa uy kerak? Qanaqa uyligini umuman olganda farqi yo'q. Xo'p, unda senga bitta uyni to'xtab tur. Sening isming nima? Ismim Ayzer. Menga qanaqa uy bermoqchisiz? Xo'p, senga men bitta uy beraman. Narxi $10,000. Mening uyimdan shunchaki to'g'riga borsang, bu uyni men bilan bo'lishing mumkin bo'ladi. Aha, tushunarli. $10,000. Yo'q, $1,000. Xo'sh, $1,000 menga $1,000 ga uy menimcha biroz arzon. Yanayam bilmadim. Xo'sh do'stlar, fikringizni kommentariyada yozib keting. $1,000 ga uy arzonmi yoki yo'q? Xo'p, yaxshi. Unda sen ketaver. Tushunarli. Xo'p, uyni qayerda dedingiz? Shunday uyingizdan chiqib to'g'rigami? Ha, to'g'riga borsang bo'ldi. Xo'p do'stlar, unda просто tak uyni ta'mirlashim kerak. $10,000 ga nima desam ekan? $1,000 uchun arziydi ham deya olmayman. Lekin kattaligi yaxshi, ammo chirbuq, liana va boshqa narsalar bor, lekin unchalik yomon emas. Xo'p, mening esimda bo'lishicha, elto'q xizmatining nomeri esimda. Xo'p, shunchaki ularning raqamiga telefon qilsam bo'ldi. Xo'p, raqamni shunchaki teraman va 4 talik raqam edi o'zi. Xo'p. Va ko'tarsalar bo'ldi va Alo, aloqa markazi. Nima yordam kerak? haligi menga uyni ta'mirlash uchun ba'zi bir narsalar kerak. Tosh, kirka va qilich kerak. Iltimos, olib kelib bersangiz. Va narxi qancha bo'ladi? Narxi $200 ga yaqin bo'lib qoladi. $200 bersang yetadi. Xo'p, mening uy manzilim 13-qishloq, merning uyidan to'g'ridan 2-uy. Xo'p, mayli, endi olib kelib berishadi. Xo'sh, ungacha men uyga kompyuterim va Wi-Fi routerimni joylashtirsam bo'ldi. Eshikni yopib olay birinchi. Xo'p. Xo'sh, o'rgimchak to'rlari ham anchagina ekan, lianalar ham yaxshi. Xo'p, men qilich kelsa, bularning hammasini tezroq olib tashlayman va kompyuter va Wi-Fi routerni olib qo'ysam bo'ldi. Xo'p. Kompyuterni menimcha mana bu yerga qo'ysam zo'r. Xo'p, shu yerga. Xo'p, mana keyin tomonga borib, mana bu tepaga routerni qo'yaman. Xo'p, ana. Yaxshi, menimcha shu ham yomon joy emas. Qo'ldan terib qo'ysak bo'ldi. Yo'q. Unchalik tez kelisha olmaydi. Biroz kutganim yaxshi. Voy, mayli. Hali o'rgimchak to'rni olib tashlayman. Yopishib qolaverib, jonga tegib ketdi. Tushib ol. Tezroq kompyuterni och. Xo'sh. Xo'p, notebookdan nima qilsam ekan, yonib olishi bilan kiraman. Xo'p. 2 hours later. Ana menimcha eltuvchi keldi. Xo'p. Ha, kelibdi. Xo'sh, senga nima bor? Xo'p.
Narxi $200 Ha, $200 shunchaki bersang bo'ldi. Xo'p, men va ichidagi narsalarni olib ishni boshlasam bo'ladi. Xo'sh, bo'ldi. Endi uydagi lianalarni shunchaki kesib olsam bo'lgani. Sen kiraver, men bu yerdagi narsalarni o'zim olib ketaman. Xo'p, mayli. Men unda uydagi mana bularni shunchaki kesib tashlasam bo'ldi. Va hop. Va montaj kuchi. Endi tashqarini ham xuddi shunday montaj qilib qo'yib yuboraman. Olg'a. Anaroq ichkarini qilib bo'lishim bilan tashqarini ham montaj kuchi bilan tezlik bilan qilib yuboraman. Birinchi ichkarini qilib olishga qaror qildim, chunki tashqarini ham ichkarini qilmasdan qilish ahmoqlik bo'ladi. Men axir ichkaridaman-ku. Xo'p, tepani ham qilib bo'lganimdan keyin tashqariga chiqib, sirrazi hamma toshlarni olib qayta qo'yib chiqaman. Lekin birinchi o'rinda lianalarni tashqaridan ham olib chiqishim kerak. Derazadan ham shunchaki ko'rinib turibdi. Xo'p, olg'a. Xo'p, unda men ertalab bo'lgunicha shunchaki kompyuter o'ynab o'tganim yaxshi. Xo'p, qani shunchaki kompyuterni ochamiz va 1 day later. Oho, yorug'lik tushishni boshlabdi. Unda men ishga qaytaman va boynagi musiqalar sadosi ostida tezlashtiray. Xo'sh, va nihoyat hamma tomonlarni shunchaki qilib bo'ldim deya olaman. Mana bu ko'zoynak taqib olgan qishloq yomon uyimni oldida o'rlashyapti. Ha, mayli, eshikni yopib qo'y. Hop, yopib qo'ysam bo'lgani. Xo'sh, shunda do'stlar, hammaga kamerani burib olay. Xo'sh, unda hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Mayli, ko'rishguncha keyingi videolarda sizlarni kutib qolaman. Kanalimga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Rahmat.